Eron Ozarbayjonga qilingan hujumni Isroilga to'nkadi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilar. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmasini bosishni unutmang. Eron qurolli kuchlari bosh shtabi Eron hududidan Ozarbayjon Respublikasiga dron uchirilgani haqida xabarlarni rad etdi. Bu haqda bosh shtabga tayanib Tasnim xabar beradi. E'lon qilingan bayonotda bosh shtab qo'shni mamlakatlarning suverenitetini hurmat qilishini bildirgan. Eron Islom Respublikasi barcha davlatlar xususan qo'shni va musulmon mamlakatlarning suverenitetini hurmat qilgan holda Ozarbayjon Respublikasiga qarshi har qanday dron uchirilganini rad etadi, deyiladi bayonotda. Eron bosh shtabi olib borilgan tergovlar natijasiga ko'ra, ushbu harakatning aslida Isroil rejimi tomonidan Eronni ayblash hamda soxta sionist rejim tomonidan musulmon davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni buzish maqsadida amalga oshirilganini ta'kidlagan. Eronning Ozarbayjonga hujumi 5-mart kuni Eron raketasi Ozarbayjonning Naxichevon Muxtor Respublikasi hududidagi aeroportga qulab tushdi. Naxichevon Ozarbayjonning Eron, Turkiya va Armaniston bilan chegaradosh eksklavi bo'lib, Janubiy Kavkazda strategik jihatdan muhim hudud hisoblanadi. Agar bu hodisa tasdiqlansa, mintaqaviy xavfsizlik va siyosiy vaziyatga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mazkur voqeadan so'ng Ozarbayjon Tashqi ishlar vazirligi bayonot berdi. Unda bitta dron Naxichevon xalqaro aeroportining terminal binosiga zarba bergan. Yana boshqa bir dron esa Shakarobod qishlog'idagi maktab binosi yaqiniga tushgan. Hududdagi maktab o'quvchilar va o'qituvchilari esa evakuatsiya qilingan. Mazkur voqeadan so'ng Eron Islom Respublikasining Ozarbayjondagi favqulodda va muxtor elchisi Mujtabo Demirchilu Tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgan. U yerda Eron tomonidan keskin norozilik bildirilgan va tegishli norozilik notasi topshirilgan. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi Eronning Naxichevon Muxtor Respublikasidagi aeroportga qilgan hujumi javobsiz qolmasligini bildirgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Ozarbayjon Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Jayxun Bayramov bilan telefon orqali muloqot qilib, hujumdan jiddiy xavotir bildirgan. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Eronning Naxichevonga va'da qilgan hujumini terroristik deb atadi va buning uchun uzr so'rashi kerakligini ta'kidlagan.